Assalomu alaykum. Guldastani xotiningizga tanlagan bo'larmisiz, onangizgami? Конечно, onamga. Nimaga endi oyizlarga? Nimaga onangizga emas, men onamga tanladim Guldastani. Bo'ldi, onam bo'lgani uchun. Nimadir sabab yo, nimaga degan u sabablar bo'lmaydi. Ona bo'l. Men sizni lekin xotiningizman-ku. Xo'p, sen meni xotinimsan, lekin bu odam savol berdi. Onangami, xotiningami dedi. Bunaqa paytda ona men uchun birinchi o'rinda turadi. Bunaqa gullarni oyizlarga olib bergan adizlar borlar-ku. To'g'ri, lekin onam meni qiynalib tuqqan. Ona, men-ku senga o'xshagan xotin topaman, lekin onamni topa olmayman. Onamga tanladim, bo'ldi. Nimaga sen men asabimni tegib, qarorimga qarshi chiqyapsan? Onamga ifsho, onamga teng kela olmaysan. Xotin boshqa, ona boshqa. Hozir shu gullar xotinimga deysiz yoki men sen bilan ajrashaman? Ajrashur, bor yo'qol. Men bunaqa holat bo'lishini to'g'risi bilmagandim. Yoki e'tibor bermang. Buni xotinni turistasiga uylab olaman. Qoraqamishlik zamon to'yxona bor-ku. Shu yerda 206 ta odamga hamma narsasi ichida hech narsaga ovora qilmasdan, o'ziga 48 million so'mga to'y o'tkazib berishyapti. Hamma narsasi ichida. Kuyov faqat o'zi kastim-shim sotib oladi xolos aka. Agar pulingiz bo'lmasa, 12 oy halol narsa savdoga muddatli to'lovga ham 6 million so'mdan to'lab uylab olasiz. Boshlang'ich to'lov hech qanaqa pul ham shart emas, aka. Juda zo'r variant ekan, deb yo'di. Da, aka. Mana bu guldasta sizga. Rahmat. Salomat bo'ling. Onajon, siz borsiz men borman.